quyosh ketganda mana shu uzilib ketadi. Quyosh deyli keldi, sun'iy yomg'ir yog'dirish kerak dedi kimdir. Mana endi sun'iy quyoshlarni yili keldi. Mana bu pechkachani parlatib to'g'rilayapmiz kuniga 4 ta 5 tadan. Mana bu kishini mana bu spiralchasi bor, spirali ketadi. Shu spiralchasini qo'ysak, xudo xohlasa yana bir sezon ishlab beradi. Lekin shu pechkachaga gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r qizdiradi, bitta normal xonachani chiroyli qilib qizdirib beradi. Podvalda yotgan bo'lsa, shunaqa pechkalar asta olib chiqib ustaxonaga olib kelib bir qo'shib ko'rib, yuvib tarab qo'shavering. Shu yil xudo xohlasa qish hali boshlanmadi, issiq bo'lib turibdi demanglar, hamyurtlar. Juda issiq bo'ladi, sovuq bo'ladi. Issiq bo'ladi, ma'zur adashib ketdim. Sovuq bo'ladi degan xabarlar bo'lyapti. Juda sovuq bo'ladi. Tez bu quyosh pechkalarini to'g'irlab, cho'tka qilib tayyorgarligimiz ko'rib qo'yishimiz kerak. Foydali videolarga bitta like bosib ketamiz. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.